8 ta odam keladi, ilmi yo'q, bir-birini tushunmaydi. Uyga o'rnatilgan quyosh panellarining ishlamagani, tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlarining saviyasizligidan noligan Ravshan Komilov endi tushunmovchilik sabab video murojaat qilganini aytib chiqdi. Xonanda ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilib, quyosh panellari o'rnatgach, 8 kundan beri elektr ta'minoti korxonasi xodimlari uni tizimga ulay olmayotgani haqida norozilik bildirdi va xodimlarni bilimsizlikda ayblagan. Sistemani ulash, tuman elektr tarmog'iga ulash, kirdi chiqdi hisob-kitobini tushunadigan odamlar saviyasi juda ham past. 8 kundan beri 8 ta odam keladi, ilmi yo'q, bir-birini tushunmaydi. Komilov ulardan quyosh panelini qonun doirasida rasmiylashtirib berishlarini so'ragan, biroq hech biri bu vazifani bajara olmagan. Murojaat e'lon qilingach, hududiy elektr tarmoqlari rasmiy sahifasida Ravshan Komilov to'yga taklif qilinmasa ham boraveradimi sarlavhasi ostida kinoyali munosabat bildirildi. Hudud elektr tarmoqlari xonanda elektr tarmog'i korxonasi xodimlaridan hech kimni chaqirmaganini iddao qilmoqda. Qolaversa, soliq ilovasi orqali tizimga ulanish uchun ariza topshirmaganini pisanda qilgan. Go'yoki xodimlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borilgach, Komilov soliq ilovasi orqali ariza topshirgani aytilgan. Noto'g'ri gapirib qo'ygandim. Qaysiman men kechirim so'rayotganim yo'q, bu hamma kamchilik, bu quyosh batareyasi ustunovka qilgan xodimlarning kamchiligi ekan. Bu mashmashada barcha uchun foydali bo'lgan bir jihat ochiqlandi. Mabodo uyingizga quyosh paneli o'rnatsangiz va ishlab chiqarilgan tokni davlatga sotmoqchi bo'lsangiz, arizani elektrchilarga emas, balki soliqchilarga yozar ekansiz. Tokning pulini mabodo qassoblar tashlab bermaydimi? Bunisiga aniqlik kiritilmagan. Eng so'nggi yangiliklarni vaqtida kuzatib boring va sahifamizga obuna bo'ling.